imperiya quramiz 3-qism. Hammaga salom, sizlar bilan SK bo'lmoqlar. Bugungi videomizda biz imperiya quramiz va 3-qism. Bu mening yangi qishlog'imning strukturasi. Kichik model. Albatta bu quriladi yoki qurilmaydi. Xo'p, mavzuni chetlashmaymiz. Bu yerda mening imperiyamning askarlari, kamonchilar. Mana bu yerda esa nimadir bordek ko'rinyapti-da. Nima bo'lsa ham bor mana shu yerda. Xo'p, mayli. Bu yerda razvedchik askarlar. Bu yerda razvedchiklarim men bilan yuradi. Hozir ular bilan aylanib tekshirib kelishim kerak. Sen ham men bilan borasan. Barcha bu yerda men bilan boradi. Siz chetroqda tur. Yelanadi. Ketamiz. Tushundingmi? Ketamiz. Barchangiz ortimdan. Ketdik. Olg'a. Bu yer esa mening kichik chegara yoki granitsam. Bu yerdan qishloqlar ruxsat bilan o'tishadi. Naradagi qishloqdagilar. Mana shu nuqtaga borib ko'rishim kerak. Sizlarga zonasi aytaymi? Men sekin almashtirdim. Barcha videoda o'zimni skin chiqaraman. Bu safar esa imperiya quramiz videosi bo'lgani uchun o'zimga imperiya skin qo'yib oldim. Hozir men mana shu qishloqni tekshirib kelaman. Uzr endi seni o'ldirib qo'yishimga to'g'ri keladi endi. Na iloj. O'ldiringlar uni. Keluvchi. Olg'a boramiz. Ketdik. Hammani aylanib kelish kerak. Bu qanday biyom bo'ldi? Bunday narsalarni avval ko'rmaganman. Bu nima balo bo'ldi o'zi? Axloqma o'ldirish kerak buni. O'zi o'lib qoldi. Keluvchi. Bu qanday uy ekan? Ana bu mening imperiyamning kichkinagina ko'rinishi. Ana bu yerda nimadir bor. Tekshirish kerak. Bu yerda qishloq. Bu nima ekan? Akvariumga o'xshar ekan. Xo'p, mayli. Ketdik. Demak, bu qishloqimda bor narsa-ku. Mening o'zimning imperiyamga ham shunday narsa qurganman. Bular ham shunday ekan. Tunda yonadi, kunduzi o'chib turadi. Juda zo'r narsa. Agar mana shu uydagi yematalak to'plab bersangiz, albatta men sizlarga o'shani qurishni o'rgataman. La'nati, bu nima balo bo'ldi? O'ldirish kerak buni garuvchi. Ustiga minib ularganman. O'ldiringlar uni, garuvchi. Kamonchi otdimi? Mana bu uyning ichida sandiq bor ekan. Bu sandiqni uramiz, chunki bu mening imperiyamga qarshi bo'lishi kerak bu uy. Nimaga deysizmi? Bular mening imperiyamning oldida bu joylarni qurib tashlashdi. Birinchi va ikkinchi qismlarda bular yo'q edi, uchinchi qismda paydo bo'lib qolishdi. Demak, bularning bu yerlarini men o'zimniki qilib olaman. Garuvchi. Oltin olma, eng keraklisi-ku. Sabzilar bor ekan, lekin sabzilar kerakmaydi-ku. Mayli, oltin kerak. Oltin olma yaratamiz yana. Boshqa sandiq yo'qmi? Yo'q ekan. Ketdik. Boshqa uylarni ham tekshiramiz. Sog'liq mavsumi boshlandi. To'xta, vizir shtormidi? Kelarida bular vizir shtormga sig'inishar ekan. La'natlar-ey. Vizirga. Yoki vizir shtorm. Bizga eng keraklisi uning boshi. Biz boshini ham olib ketamiz unda. Qani ketdi? Boshini ham oldik. Mana bu uyni ham bir tintib ko'rish kerak. Ichida nimalar bor ekan, nimalar yo'q. Mana bu yerda sandiq. Sandiqning ichida oltin olma. Yana bitta oltinlar. Oltinlar kelishda kerak. Imperiyamizning boyligi ko'payadi. Hamda oltin olma yaratamiz yana. Bu yerda nimalar o'ldi? Hayronman nima ekaniga. Garuvchi. Biz nariyani ham tekshirib kelishimiz kerak. Nariyada ham nimadirlar bor. Nimalardir ko'ryapman. Mana buning birida yurganiga qarang. Qishloqdan uzoqroq turibdi.
Mayli, bularning baribir mening imperiyamga kiradi. Agarda bular menga qarshi chiqadigan bo'lsa, конечно, bularni tak-tugi bilan yo'qotib yuboramiz. Bu yerda asharachilik qilishadi ekan. Kelinadi, asharalar yomg'ir yog'ganda kirib ketishdi. Agarda sizlar mening videomga hozir like bossangiz, bu yerdagi yomg'ir va kun o'chib, tong bo'ladi va yomg'ir ham tinadi. Like bosinglar. Qanaqa? Kimdir like bosdi va obuna bo'ldi. Tong desa tong otdi. Juda zo'r, askarlar, tong otdi. Bizning videomizga kimdir like bosdi. Xo'p, mayli, mavzudan chetlashmaymiz. U qishloqni ham borib tekshirish kerak. Bu yerda igroklar ko'p ekan. Mana buni ham tinib ko'raychi. Ichida nimalar bor ekan? Demak, ichida hech nima yo'q. Bu yerda nima bor ekan, berkitib qo'yishdi. Va buni bosmaslik kerak, nimadir bo'lishi mumkin. Men Minecraft seriallarini ko'p ko'rganman. Mana shunday narsalarda yomon narsalar bo'ladi har doim. Yellanat, men aytdim sizlarga bosmaslik kerak dedilaring. Tenti portlab ketdi. Minecraft qotib qoldi. Minglanat, Minecraft qotib qoldi. Hech nima bo'lmayapti. Demak, Minecraft 20 daqiqa qotib qoldi. Keyinroq o'z holiga kelgandan so'ng men yana o'yinni davom ettirdim. Hozir bu yerda non beradigan bor ekan pastdachi. Bu ham kerak. Mana bu sandiq. Sandiqdan bizga to'xtanglar. Kitob kerak. Biz sehrlaymiz qilichlarimizni. Jon beruvchi, eliksir, damlama. Energiya ham kuch beruvchi bor edi. Nargisini ham borib tekshirib kelish kerak. Qaytib mana bu qumli uyga kirmayman. Yellanadi. Men sizlarga Groxga aytib beraman. Kerakchi. Bu uydagisini shilib ketamiz. Bo'ldi, bunisini ham oldik. Surdik bu yerdan. Qaytib bu qumli joyga kirmayman. Voy tushsin. Bunday joylarga nimadir taqib tuqul qildimi? Yalayati nima edi bu? Yerning tagida ustalar bormi balo? Xo'p, biz o'zimizning imperiyamizga qaytib olishimiz kerak. Bu yerda qiladigan ishimizni qilib bo'ldik. Bu nima balo? Qumlar bu yerda bo'lib yo'qodiku. Ha, endi tushundim. Bu biroz oldingi portlab ketgan qumli uyning qumlari uchib tushganda. Uchib tushibdi barchasi. Voy la'nati, mana shu yerga kelsa Minecraft qotib qoldi. Videoni tezlastirib yubordim. Shundagina Minecraft qotmaganda ko'rinadi. Qarchi. La'nati, bu nima balo bo'ldi? Osmondan qulab tushdimi? Mana shu yerga men uchaman degan ovozni qo'shib olish kerak edi. Xo'p, mayli, qo'shmaymiz. Mana biz imperiyamizga ham yetib keldik. Mana nihoyat adashib qolib 20 daqiqa yo'l qidirib yurgandim. Men kamonchimdan ayrilibman, 2 askar bilan qaytdim. Bitta askar va bitta kamonchidan ayrildim. Yo'q, kamonchi men bilan kelgan ekan. Demak, bitta askardan ayrilibman-da. Shunda. Ha, bitta askarimni yo'qotibman. Afsus. Oldimda tent portlagan payti bitta askardan ayrilibman. Men kamonchini ham yo'qotdim deb o'ylagandim. Men uxlamoqchi edim, ko'zim qichidi va tong otgach uxlab bo'ldimda avvalgi qishloqni tekshirishga ketdim. Ya'ni o'zimning birinchi qishlog'im. Qani askarlar, ketdik. Qayoqqa ketyapsizlar? To'xtanglar, sizlarga zo'r bir gap aytaman. Kanalga obuna bo'linglar, like bosinglar. Bu menga motivatsiya bo'ladi va men yanada qiziqarli videolarni olaman. Kommentariyaga yozib keting, qanday video olish kerak, Minecraft serial yoki qiziqarli o'yinlar. Albatta men o'qib chiqaman va bittasini tanlayman va hozir men kompotning uyiga, ya'ni temirchining uyiga kirib olaman. Bu nima balo bo'ldi? Yana avvalaqa qishloqlarmi?
Mana yetib keldim. Sandiq bormi? O, конечно, sandig'i bor ekan. Ichida faqat musor bor ekan. Chang bosib ketibdi, to'r bosibdi, o'rgamchak kirib ketibdi. Bu yerda itim ham yo'q ekan. Ikkinchi etajga chiqamiz. Bu menimcha Nezirning qadimgi urush payti qurib ketgan joylari. Yana bitta shunday uy. Sandiq. Itim ham yo'q. La'nati. Anaqada bormi ekan sandiq? O. Faqatgina mana shu yerda sandiq bor ekan. Boshqa sandiq yo'q. Olmos qilich, конечно, bizga kerak. Ko'mirni ham olamiz. Bizga boshqa hech nima kerakmaydi yoki daraxtni ham olamizmi? Kerakmas musorlarni tashlaymiz. Va keraklilarni olamiz. Shu mayli daraxtni ham olay qolaylik. Kerak bo'lib qolar. Endi 3-etaga chiqamiz. Yomg'ir ham quyib yuboribdi. Ming la'nat. Mana bu sandiq ochib ko'ramiz. Buni ham kirka olib kelgan paytim olib ketaman. Hozir kirkam yo'q. O. Nezir boshqa, qanaqa nezir olmos boshqamoqlar degan payti menda olmos boshqamoqlar bor ekan. Musor kerakchi. Balki eskilarga berarman. Xo'p, mayli, turaversin. Jajgalkani olamizmi? Temir bo'lakchi. Xo'p, mayli, kerakmaydi. Ana yerda ikkita bir xil uy bor ekan. Ularni ham shu sandiq shunday bo'lsa, juda qiziq. Hozir biz suvsiz water drop qilamiz. Olg'a, etchivordik kerakchi. Nimaga yugurmayapman desam, bir paytda qornim och qolgan ekan. Mana sizlarga yugurish kerakmi? Mana shunday qilib kim yugura oladi? Mana shunday qilib kim? Конечно, men. Mana buni urib o'ldiramiz. Bizning chegaraga kirdi. Yelanat, askerimni o'ldirib yubordim. Buyla. Sen deb bo'ldi hammasi. Sen deb askardan ayrildim men. Hozir o'zim askarni yana o'ldirishimga sal qo'yandi. Endi kompotning uyini tekshirib ketamiz, kerakchi. Yoki shilib ketamiz. Qiziqroq narsalar bormikan, yo'qmikan? Kim bor, kim yo'q? Men baribir kirib sandiqni o'maraman. Bu mening imperiyam. Kirka, конечно, kerak bizga. Kerakmas narsalarni solamiz. Bunisi kerakmaydi. Yana nimalar kerakmaydi? Yana nimalar kerakmaydi? Bo'pti, mana shularni olib qo'yaylik. Yo'q. Qanaqa olmos? Oltinlarni olamiz. Yana bitta kirkani ola qolaylik temir bilan. Ikkita kirka bo'lib turadi. Yana novarmku. Bo'pti, mayli, kirka kerakmaydi, non ola qolaylik. Yaxshi bir qorni och qolganda. Kirkani o'zimning imperiyamda ta'minlayman. Chegaraga keldik. Askarlar yaxshimisizlar? Ha, qo'riqlayapmiz. Hech kim o'tgani yo'q, janob. Xo'p, mayli. Men imperiyamga kiraman. Sen bu yerda nima qilyapsan? Bu yerga zombi kelgandi. Jang qildim qala uchun. Oh, молодец. Qala uchun jon bering, jon oling. Mana shu bizning so'nggi umidimiz. Mana shu qala bilan biz imperiyamizni kuchaytiramiz. Bu qala bo'lmasa imperiya yo'q. Xo'sh do'stlar, videomiz yoqqan bo'lsa, like bosib keting. Bu siz uchun qiyin emas. Va obuna bo'ling, do'stlar. Biz tez orada 500 ta bo'lamiz. Let's go, obuna bo'linglar. Obuna bo'lmagan qoravoy.